Bola tarbiyasining formulasi 7-7-7. Ya'ni bolalarni 7 yoshdan maktabga berishda 1400 yil oldin Ali ibn Abi Tolib formulasini tuzib ketgan ekan. Ya'ni 0 yoshdan 7 yoshgacha o'yna, 7 yoshdan 14 yoshgacha o'rgat, 14 yoshdan 21 yoshgacha bola bilan do'st bo'l degan formulani bizga o'rgatib ketgan ekan. 2019-yili Garvardda mana shu formulani yangitdan kashf qilishgan ekan. Nima uchun 90% ota-onalar farzand tarbiyasida adashishadi? Mana shu formuladagi 7, ya'ni birinchi 0 yoshdan 7 yoshgacha, ikkinchi 7 yoshdan 14 yoshgacha va uchinchi 14 yoshdan 21 yoshgacha bo'lgan talabni o'z vaqtida qilmaslik mana shu farzandlar tarbiyasida buzilishga olib kelar ekan. Xo'p, 0 yoshdan 7 yoshgacha bolalarning miyasi o'qish, o'rganishga tayyor emas. Biz nima qilamiz? 5 yoshga doğru bolalarni o'qitib, o'rgatib olishimiz kerak deb adashamiz. Yo'q, bu bunaqa emas. Biz 0 yoshdan 7 yoshgacha farzandlarimiz bilan o'ynashimiz kerak. Bularning miyasi mana shu paytida bizni taniydi. Dunyoni taniydi. Biz ularni quchoqlab, o'ynab, ular xohlagan vaqtida ular bilan o'ynashga biz tayyor bo'lishimiz kerak ekan. Ularga grafik, rejim qo'yishimiz bu noto'g'ri ekan. Xuddi shu narsa bolada bizga nisbatan, dunyoga nisbatan ishonchni shakllantiradi. Ikkinchisi 7 yoshdan 14 yoshgacha. Bolaning miyasida mahorat, o'rganish oynasi ochiladi. Ya'ni bu nevrobiologiyada mana shunday deb nomlanadi. Bola birinchi marta qoidalarga, mas'uliyatga, tartibga, o'rganishga miyasi tayyor bo'ladi. Shuning uchun bolalarni 7 yoshdan maktabga berish joriy qilingan. Mana shu paytda mana shu qoidalarni uni miyasiga, ya'ni oynasidan joylab qo'yishimiz eng to'g'ri yo'l hisoblanadi ekan. 16 yoshda bolalarga o'rgata olmagan narsamizni 9 yoshda bir oyda ularga o'rgatib qo'yishimiz mumkin bo'ladi ekan. Bu o'rganmasligi bolalarning yomonligidan emas, faqatgina biz vaqtni o'tkazib yubordik. Uchinchisi do'st tutinish. 14 yoshdan 21 gacha biz farzandlarimiz bilan do'st bo'lishimiz kerak. 14 yoshdan keyin bolaga nisbatan bosim, tazyiq, talab qo'yishimiz noto'g'ri. Bo'ydoqlik vaqtiga to'g'ri keladi. O'spirin bolalarga biz xohlasak, xohlamasak biologik ularga o'tkazadigan bosimimizni yoki o'rgatmoqchi bo'lgan narsamizni rad qilishadi. Bu ularning yomonligidan emas. Bu ularni bizga nisbatan noshukrligidan emas. Bu tabiiy holat xolos. Bo'ydoqlik vaqti. Biz mana shu vaqtda ular bilan shunday do'st tutinishimiz kerakki, hattoki kech soat 2 da ham biz yonimizga kirib, bizdan maslahat so'raydigan darajaga olib chiqishimiz kerak ekan. Biz nima qilamiz? Afsuski, mana shu formulaga noto'g'ri amal qilamiz ekan. Boladan talab qilish, tanbeh berish, o'rgatish emas, aksincha do'st bo'lishimiz kerak. Uning yonida katta do'st vazifasini bajarishimiz kerak. Mana shu eng o'ta qiyin davr hisoblanadi. Ayniqsa bolaga nisbatan o'zini avtoritetman, men uni otasiman deganlar uchun juda qiyin o'tadigan vaqt hisoblanadi. Nima uchun buni ko'pchilik teskari talqin qiladi? Chunki 0 yoshdan 7 yoshgacha o'ynashni o'rniga o'rgatishga shoshilamiz. 7 yoshdan 14 yoshgacha bola bilan chegaralarni o'rnatib, uni yo'qotib qo'yishdan qo'rqamiz. 14 yoshdan 21 yoshgacha esa birdaniga qattiq qo'l va talabchan bo'lamiz. Bu 3 ta to'g'ri qonunni o'z vaqtida ishlatmadik. Bu formula o'yna, o'rgat, do'st bo'l tartibida talab qilingandagina ishlaydi. Shunaqa. Albatta yoqqan bo'lsa like, o'zingizlarning fikr mulohazalarni kommentariyada qoldiringlar, do'stlarga ulashib qo'yinglar. Shunaqa.